Assalamualaikum hammaga, yaxshimisiz birodarlar. Mana yana hali bir obyektimizni tugatdik. Xudo xolasa inshaalloh oldidan ko'rinishi. Mana oldi holat. Ikkita tumbasi bor. Shu holatda bitta. Yonbaş ko'rinishlari mana. Avisa ko'rildi, polniy shop. Necha payt qilib. O'ta zo'r chiqdi. G'isham yaxshi ekan, zo'r o'xshagan. Ja qimmat qishmasin, lekin har holda bo'limini normal ekan. Orqa tomoni terasasi. Orqa tomon. Orqa tomon ko'rinishlar. Men skvajim bor mana. Uyga maydan kirib ketgan. Tash ichkariga kiramiz. Shu holatda bitta mana kuxnyasi ekan. Kuxnya bu. Katta bitta kuxnya. Ja. Katta emas, normal, o'rtacha. Mana bitta katyolxonasi. 1,5 ga 1,5 ga 2. Bu xona necha ekan? Bilmay 4,10 ga. Hali bunaqasi 5,5 ga 6,5 ga shunaqa. Mana tualet vannasi. 2 ga 2,30. Mayda bitta katta xonasi bor. Spalnisi. Mayda yana bitta xonasi bor, spalniya. Koridori. Mayda ham detskiy xonasi bor bitta. 3 ta xona. 3 ta xona bitta